juda ko'plab tadbir o'tkazaman Humoyun. Buni hech qanaqasini murakkab demayman. Chunki men ularni bemalol bajara olganim uchun menga hech qaysi bir tadbir murakkablik tug'dirmaydi. Ya'ni men uchun hammasi bir oddiydek tuyuladi. Faqatgina bitta narsa bor, men juda ham katta mas'uliyatni bo'ynimga olaman-da. Shuning uchun juda ham mas'uliyatli odamman. Ana shu har bitta tadbir o'tgunga qadar men uxlamayman. Va har bittasiga mana shu 24/7 mijozlarim bilan aloqada turaman. Har bitta tadbirni o'tkazguncha va juda ham komandamga ham qattiq qo'lman va talabchanman. Shuning uchun ko'pchilik balki menga juda olmasdan ham qochib ketadigan paytlari bo'ladi, lekin men uchun tadbirning qiyini yo'q. Juda ham ko'plab katta tadbirlarni amalga oshirganmiz. Bu masalan Toshkent xalqaro kino festivali va rossiyalik hamkorlarimiz uchun yaqinda juda katta seminar konferensiya, ko'rgazma, выставка, ya'ni KX ko'rgazmalar pavilyonida. Keyin xitoylik hamkorlarimizga, ya'ni Bahar Solar va Turan kompaniyasiga katta seminar konferensiyalar va o'sha KX pavilyonida maxsus ko'rgazmalar tashkil qilib berdik. Juda ham ko'p tadbirlarimiz, hozir men agar eslab gapirib o'tiradigan bo'lsam, ya'ni qaysi biridan unutishim mumkin-da. Shuning uchun tadbirlarim hammasi katta, masshtabli tadbirlar deb hisoblayman.